Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi aksiyamizda Cobalt avtomobili bo'ladi. 2023-yil ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka, narxi 115 million so'm. Kredit olaman deydigan bo'lsangizlar, oldindan to'lovsiz qaynatarch xarajatlar ham o'zlarimizdan bo'ladi. Bir dana pasport bilan prava kelsangiz bo'ldi. Oylik to'lovlari 5 yilda 4 million 400 ming so'mdan chiqadi. Bir qator ko'rib o'tadigan bo'lsak, 4 dana yumshoq balonlar o'rtacha holatda turibdi. Metangaz baloni ustanofga qilingan. Salonunda 7 poliklar döşəlgən, çixollar zavadskoy holda. Tesla monitorlar ustanofga qilingan. Bosib o'tgan masofasi 122 ming kilometr. Kraskalarına keladigan bo'lsak, oldingi kapotni mushinda, arka farini ishi joyida, arka kapotini ucunda bor. Mashinamiz marka bo'lgan bo'lsa, sizlarni diğer haftada kutib qolamiz. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz.